Ukam, mobodosiga shu kvartirani narxiga kelisha olmasangiz, o'zimga aloqaga chiqinglar. Sizlar uchun shu kvartirani kelishtirib olib beraman. Yosh oilasi bor oilalar uchun dod bitta kvartira topib qo'yganman. Qaranglar, to'g'rida bog'cha, yonida shundoq maktab. Pastda mana detskiy plashatkalar, mashina qo'yishga вообще joy problema emas, muammo emas. Qaranglar, mana yo'lda shundoq ovqatlanib, mazza qilib oila davrasida o'tiradigan joyda cho'tki. Mana shundoq kuxnya. Shunda ovqat qilasizlar, hidi ham chiqib ketaveradi. Mana bemalol bolalaringlarni kuzatib tursanglar bo'ladi. Qaranglar, mana bu yerda koridor ham kichkina emas. Televizor, balki divanlar qo'yib qo'ysanglar, вообще cho'tki bo'ladi. Kirish eshigi. Xo'p, to'g'rida mana vanna ko'rishinglar mumkin. Yonida mana sanuzel. Mana birinchi xonadan boshlaymiz. Birinchi xona spalna, ko'rishinglar mumkin. 4 etajli domni, 4-etaj, 65 kvadrat. Mana ikkinchi xonasi mehmonxona, remontlari yomon emas, sredniy. Uchinchi xonasi mana detskiy xona bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin. Korzinka, bozorcha, magazinlar, masjid, вообще 200-300 metr atrofida joylashgan. Shayxontohur tumani Jararuda joylashgan shu kvartiramiz. Pastda egalarning raqamlarini qoldiraman. Kimga shu xonadon yoqqan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.